Assalamu alaikum, mən Güləz. Bugünkü məvu naq meydanına davamlı uğurlaştıray. Onun iki məvu mikrofonun avazı çıxatqanmıdı. Əgər körətqan xalqımız olsa, avaz çıxmay qalsa, mənə dap qoysanlar. Qaytan başlasam, bu mən qalsa, mən davamlı işləvirey. Tünügün mən degəndən qağaz ultiqab dikəmə, bugün əmdə işlərimni az tezroq tugutdim, shu o'yinli qilay deb. Bolamni og'il borma. Bir soat ichida, mumkin shu bir soatda. Ammo bir soatda qisqa ishlashtirishay. Shu mazmunlarni har xil bo'lgan mazmunlarni shu ingliz tilidan o'zimiz tilga aylantirib, hamda o'zimning ko'z qarashini so'zlab, shunday maydan mazmunlar ishlay. Uyg'urcha mazmunlar ko'paysin, ko'plab chiqarilsin, ishlansin. Qanamsa boshlayli. Tunugun miyada bir bizlar parlamentda bir qurultayda bir ayol bor, shu yosh ayol mendan kichik, qanda qurultayda salim qaldiki, ishqi gap so'zlar shunda najarq. Shu ayolninki bir gapi bor ekan, shundan boshlayamdi. Bizlar Trump shu qonunsiz kirganlarni chiqaradi, izlab yurib. Hamda Amerikan bizlar nurg'unlagan odamlar shu kirgan qonunliq kirgan yoki qonunsiz kirgan shu ko'chmanlardan bekrak foydalanuvchi ishlatadi. O'zlariga edishini qilish qo'shaqmaganlari shuncha o'rin. O'zining qochqishin jo'z kamaydiganlar, ba'zi raqatan japaliq ishlan qo'ygan u bo'l to'g'rishimiz, lekin ko'pincha endi o'z qilmaydi hisobda. Shulan ular shu qonunsiz ko'chmanlarga yoki qonunli ko'chmanlarga tayinib olgan. Endi xili burun datlamashdaga, undan ayol shuningga nim qildi ekan. Shu taraf turib, mana dedi. Bu Trumpga qarshi turayli, Trump butun shu qonunsiz gaplarni ishlatmaydi. Butun ko'chmanlarni chiqarib olsa, kim paxtani teriydi degan bir gap bor. Shu kulganga meni nim qildim. Bir odam shuni ayolning gapini da zan qilib, unga o'zim tushunishim deb qildi, shuni bahlab qo'ydim. Shular mening ko'z qarashimda, mening yozib qo'ygan narsam Mushu qurultaydagi solchi o'rin kishilarni shu tashkillab ashlar tersin paxtani deb yozib qo'ydim. Undan keyin ular bundan boshqa qancha o'rin bo'lmoqchi. Qilgan ishi shu yog'imsizlash, unga xalqning pulni, bosh pulni o'g'irlash shu. Ham bu darsa men chekladimsam da ish qilib taqab so'zlay. Lekin ashada deb yozib qo'ydim. Dimsim to'g'ri, qachongacha haq yo'lini oldi. Qachongacha Köttä berib sen dehqonchilikni qil, o'zing dehqonchilik bo'lsa, unchik o'rin bo'lamdi. Yoki qat'iy qiz kamsa, mushu Amerikada kechiringlar. Amerikada nurg'un ishga ehtiyojli, xizmatga ehtiyojli kishilar bor. Amerikalik. Uningki yana nurg'un shu nima qonunli ko'chmanlar bor, xizmatga ehtiyojli. Kechiringlar. Şu an muşlar qısı buldu, yoki tashkillab o'quvchilarni aprib qildasi buldu, biroq bizniki deb qiladiq-ku. Mayli ilqi ashar u bolani gapini qo'ydim, ammo biz ba'zilarda berib, narsalarni terib, ancha-muncha pul tepib qaytib keladiq-ku, ashlar bor, o'quvchilarni qildirgan. Ashta qilmamdi deyman. Shunchalik o'rin. Ajoyibda bu haq. Ovozim chiqatamdi. Azizchi ko'rdanlar yo'q-ka. Sal turib chiqib qola public. Ani bir tekshir etdim, ammo yoki o'zim abbay sinov tariqasida o'zim bir sinab baqqan, ovoz chiqqanda men mikrofon ishlatib ketdim telefonga. Shu. Undan keyin men bir mazmun shunga qop xizmat qilish, ishlash. Ishkensi men bu Calvin Klein deb qilib danliq marka bor, shu ish kiyimlarni maxsus ish kiyimlarni sotadigan, unga bosh narsalarni sotadi. Bu Calvin Klein deganning markasi xildanliq ajiq odamlar, bu shu yo'ldoshlar jiq kiyimlarni kiyishlar mumkin, masalan, galstuk deydi, ish kiyimlar, unga ba'zi kostyum bruklar, Müşte kiyimlarni kiyishlar mumkin. Shu bu markadanliq. Undan keyin bunga bir odam, men aytishdan bir odamning gapi haqida qayilman degan gapirga. Shu odamningki, shu odam shu Calvin Klein degan shu markaga qarata bir o'zini tushunsin deb tutchu. Shuni men qarab to'g'riligini his qilib, shunga men bahildim. Buningda degani burun Calvin Kleindan keyin ish kiyimlari e'lonida o'roq
Da chabdas kelgan ayollarni o'roqlar tapat kelgan ashalarni ishlatib e'lon shayda ishkimdan chiqarib. Am yaqinqi ma Instagram kirib qarab pasam bo'ldi. Yaqinqi shu Calvin Kleinning shu ishki modellarida ishlatgan e'lonida ishlatgan modellari shu semas. Onuniki bir abjinas ayol bo'lmoqchi bo'lgan mosh qilib ashta o'zlarining jinsiga nim qilmaydigan, qo'llanmaydigan ashta bir ishlatibdi. Shunga ashuna deb undan bu odam shu nimani qamchilabdi. Ilqi bir narsa shunda eshitdilar. Ovozim chiqibdi. Shundan bu mushu Calvin Kleinning mushu markani nim qildi. Tanqidlab, mushunda sara markalarga biz qarshi turaylik demisimi bunda pul tepib bir body bir markalar amda hadini eshib mushu ham jinslarni qo'llaydigan, simsizlikni qo'llaydigan ham tashabbus qilgan shundacha iftor qilmay va simsizlikni tashabbus qilgan mushta e'lonlarni ishlab xalqni bakil qaymoqtiradi. Bunda saranlarning narsini ag'ja diqqat qilib qilgan yaxshi deb. Demisimi to'g'ri odatda bunda boylar boydayman nami intayin kang bo'lgan, nami danliq bo'lgan mushta markalar, danliq masalan artistlar, danliq shaxslar mushta ta'sir kuchi bo'lgan, jamoatga ta'sir kuchi bo'lgan mushtalar o'zining ta'siridan foydalanib o'z xalqini qilib mush xalqni qaymoqtirish intan odamni o'ylantirdi. Shu men deydandek mush nacha iftixor eqimidimi? Mushu eqimini mushu hozir Calvin Klein mushu qo'llayman deganida hisobda. Shu saqli bor simiz ammo yog'an ko'ksim bor ashta arab bilan simiz bir ayolni chiqarib endi hozir bunda kim sotimiz simizlarni qo'rqmayman ilonlar. Asli unda qilmaslik kerak. Bunda adam xatari buldigan, salomatga xatari buldigan simizingni targ'ib qildigan, qo'llaydigan, unga nachar hamjamiz iqimini qo'llaydigan bunda sara markalarga biz qarshi turishimiz kerak. Shundan bu shu adam mushu markani tanqidlabdi. Men bak qo'shilma, shu men taklif qo'ydim. Baklab qo'ydim. Qo'llab ha 100% deb gapimni qo'shib. Uningki miyada bir video chiqib qoldim. Shu ham jins iqimi qarta Instagramda qarlavasam, miyada shu bir yosh bolaning quchog'ida, yosh o'g'il bolaning quchog'ida boshda bir shu ayol ayol o'tagan da quchoqlashib o'tirib, uningkin ayolning da burilib ekran qarag'inni chiqarib qo'yibdi. Bular o'g'lim, kichik o'g'lim xo'shalchi. Unga shu biraliqi ko'rinishga unga boshqalarni kulgan, qaqaqlab kulganni qistirib boshlab nima ishlab qo'yibdi. Demakchi o'g'lim men bahlab qo'ydim, buni ma'nosi cho'nqir nima qilsanglar. Bu ras AI mu yoki bu bek mukammal chiroyli girim qilyaptimi deb. Boshda kichik arning o'tag'ini quchog'ida o'tag'ini jo'g'i uningdan yo'g'an bir shunda chiroyli girim qilib, mendan chiroyli girimlarni qilib deb, mendan chiroyli o'zi. Men emas, ham demakchi o'g'lim mendan chiroyli ashta girimlarni qilib, girim shunda pichat. Men uncha girim qilmayman. Men ayol kishi, men uncha girim qilmayman da. Kelgan yog'an chachlarmi shunda esil, unkin ko'ksi baga qarmaqa shu operatsiya qilgan ko'ks o'xshaydi. Ba'zilar kiyimlar bormi, yog'an kiyimlar bor. Tova. Shundan ba'zi inkaslar chiqyapti buni za'ni qilib. Ay arsining qiz do'sting sendan yo'g'anka deb degandek ish qilib tova. Ham bu nimani bildirish shu nachar iftor eqimining patqiga tushib ketgan yosh kichik bolaning, unki arning ayol bo'lgan ham jinslarning jinsni o'zgartgan arning işte yomon ta'siri ashuni chiqarib qo'yibdi. Tova deb qilsizlar, an ko'rsanglar demismi? Grim qilish texnikasi, ayol bo'lish, yasinish texnikasida haqiqatan pichar, lekin ar. Tova. Ishqilib bolalarimizni cho'nqur bek diqqat qilib tarbiyalaylik, ko'z quloq bo'laylik, hargizmi shundacha iftor raqamining ta'siriga uchrab ketmasin, hargiz uchrab ketmasin.
shu o'ziga ishonadigan, o'zi mag'rurlangan, o'zini iftiqorlangan, o'zining jinsini iftiqorlangan, o'zining kimligini iftiqorlangan, o'zining salohiyatidan iftiqorlangan. Ashta qilib cho'nqisaq, g'ayratlik shu o'ziga ishonadigan, o'zini iftiqorlangan, faxrlanib qilib cho'nqisaq, mushunda saranlaqliqqa ta'sirlarni oldi, yana o'zining chinligida ching turdi, o'zining kimligida ching turdi. Hargizmi bunda qapoqlarning aldam halsıga ta'sir ushab ketmaydi. Şoňa bal tarbiyasida bek diqqat qilaylik xalqimiz. Onundaki yana birisi o'xshab qoldi, mazmun o'xshash, yana bir iftixor yaqimining bir nimasi. Liq kishilar shu namoyish qatgan, u bu qatgan iftixor yaqimidagi kishilarni qancha bir-birlab yoki ziyorat qilib mumkin to'g'ri yo'laydi emasmi? Shu ma'noda birisi iftixor yaqimidagi namoyish qatgan shu bir miyadagi bir odamni ziyorat qilibdi. Endi buni qisqalik gapini apti, undan keyin ashnalam kesiblam nim qilibdi. Qizqarliq ham ichinlashliq ham odamni o'ylantirgan. Onun indatusi bu boshda odamni pas Instagram ko'rib yiqinglar. Boshda odam tasvirda bu hamjins odami shu bir emas. Undan keyin yana birsa shu ranglik to'piq kiygan, ranglik yuzni rangarang bo'yagan, azroq soqoli va ammo shu asal ayolga xohishroq yasnıvagan. Onunki ma gapini azida birmay, gapi qarqanchada bu o'zini ham ayol demaydi, ham er demaydi, non-binary dedilik, jinsim yo'q. Men ham er, ham ayol, hammasi degandek. Chunki noqul jinsim yo'q, nima bo'lsam shuni men ana. Shuni asha deydigan. Shu ankim buningga savol, buni nima deb desa bu odam ma'lumki jinsni Cins neutralization cins cheklanmaydigan hojatxonalar deb hojatxonalar borki ba'zi yerlardachu ashta qilam qana musha cins cheklanmaydigan hojatxonalarni bekor qo'ysa chom demashda bekor qo'ysa bu umrda er bilan ayollar bor deb ular bekor qo'ysa men qaysi obuniga kirsam bo'ladi deb deydi. To Xudoyim xalqimiz mana oldinglarmi shunda kallasidan ketgan xalqlar bor. Kallasi ketgan odamlar bor da shunda. Ham mening deydigan gapim, ham kulganni yiqib qo'ydim, demdim, hamda xalqlar inkosada deyishi mumkin, lekin miyada deb qo'yay. Mening bu odam deydiganim, sen er bo'lgandan keyin er opening xonasiga kirsa shu. O hech qanday er bizni qo'g'lab chiqaratmas. Ya Allah, shunami? Ayolniki kirvamsanlar bo'ldi. Men demoqchiman gapim shu. Haras ma'noda shu boshqa bir odam mushuning gapini Walking Dead deb Amerikaning tanliq yana bir tanliq nimasi borligi. Televizordan ko'rgan bo'lishinglar mumkinligi. Ma'nodagan zombilardami? Ashulaqa Walking Dead'ni shuni bizlar aqchan. Shuni ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Ashuni ishidagi tanliq bir artistning ham shu rolni degan gapi bor. Shuni qistirib qo'yibdi. Ishni chichibatdi. To'g'riyim. Demisam to'g'ri ma er o'zini ayol ham armi demaydigan, ayolmi demaydigan o'zining jinsini jinsiz debchi ashta o'zini mishta nim qildigan deb biladigan bu aramda jinsiz bo'lgan obunilarni cheklasa men qiya kirman deb. Unga qisir qo'yibdi. Ishni chiqarib debchi. Hey, tova, ishqilib xudoyim sog'sin bunda ko'nishib qolmaylargiz. Ben o tapan muğulqı bir qıtım Widget'de bazı videolarını aralap basıp işkideki bazı nadan Uyghur yaşlarımız, Uyghur balarımız, oğulu balarımız nağmışta qotqan iştir bakya şu ayollarca yasınlap, qızlarca yasınlap şu naqşetip so'ynab yagımız ubu qilib torda ashta qotqanlab bakya şunu körüp bek eçiden andım. Herkes unda algı çıp qalmısın, haqqımız herkes unda algı çıp qalmısın. Tova deb azım içilip qaldı mening. Hem bek içindim. Şuna ma mazmunun shunchalik muhim mazmunligini his qildim va bu nachar iftixor iqimining ta'siriga qat'iy sal qaramayli. Ham buning uchun shu bizning qilgan ishimiz otani bo'g'ishlar shu bolalarimiz nima, yana deyman, shu Uyg'urligidan, kimligidan, jinsidan, salohiyatidan, er bo'lsa xizmeti qarata salohiyati o'zining qilayotgan xizmetiga salohiyati bo'lsa, ana bo'lsa ana, dada bo'lsa dada, ochi bo'lsa ochi, akfika inlar o'zining shu salohiyati qarata, o'zining jinsi qarata, o'zining kimligi qarata mushlardan faxrlanadigan qilib cho'ng qilishimiz kerak aniqlar. Cho'qqimishlar cho'ng qilishimiz kerak. O'zini shu cheksiz faxrlanadigan, o'ziga ishonadigan, unga bolalarimizni qobiliyatli qilib cho'ng qilib o'zining shu bolalar degan shunchalik
ijilishini kutib turayotgan bir boyliq, talant boyligi. Shu talantlarni, ularning talantlarini biz ichib, ashta qizib, ularni rivojlantirib, mushlar qilishimiz kerak. Mushlarni qildirib, ashlarning o'zidan texmi farqli qilib cho'ng qilsak, bolalarimiz mushlar taqutqu siran qapoqlarning oldi kelgan chadimi, uchrab qolgan chadimi, hatto bevosita ta'sir qilgan chadimi, masalan, basra maktablarda yoki ko'cha-ko'ylarda, yoki do'st ora u bu narsalarda so'ralarda bevosita ta'sir oldi tursimi, hargiz tarab qolmaydi. Kechiringlar, bek hayajonlanib so'zlab ketdimmi, ish qilib, endi demoqchi o'g'lim shu, tushundinglar qachon. Bundacha ish qariqimiga biz qat'iy qarshi turaylik. Qamlashmagan. Mening o'ylig'imda hamon bir kun hamma narsa o'z asli keldi, lekin shu jarayon odamning ochig'ini keltirdi shu. Bularning tub sababi shu, ota-ona tarbiyasi, jamoat tarbiyasi, maktab tarbiyasi, hukumat u bularning shu nacharligi, qilinmagan tashviqot tarbiyalari ham nachar qo'llashlari mushlar keltirib chiqargan. Unga tubki meg'asi shu oila, cho'ng bo'lgan oilada shu ota-onaning qalsi ideyasi o'tkir bo'lmasa, ideyasi to'g'ri yerda bo'lmasa, ideyasi to'g'ri bo'lmasa, bola mushlamay cho'ng qilgan gap. Shu ota-ona bo'g'ichi cho'qqim tirishali, so'mlik xalqimiz yosh to'y qilgan, yosh ota-ona bo'lgan yoshlarimiz diqqat qilaylik mush mazmunga. Ota-ona bo'lmoqchi bo'lganlar ota-ona bo'lishga salaytim to'shamda nimalarni bilman, nimalarni qilman, bolam to'g'risi nimalar bo'ldi, nimalarni qilishim kerak deganlarni yaxshi o'rganib, unga iqtisodni yaxshi deb qiynalmoqamiz. Shu ashlarni qilib, uniki bolalish o'yish kerak. Uniki buning qarta shu to'yga nisbatan, bolaga nisbatan shu tayyorlari bo'lmagan yoshlar to'y qilmayli. U ish qanday tayyorlik, masalan, fizikal jihatdan, ideya jihatdan, ma'naviy jihatdan, iqtisod jihatdan puxta tayyorlik turmay turib, qanday bolani tarbiyalash kerak, qanday oilani ilib mengish kerak, mushlarni bilmay turib, o'rganmay turib, to'y qilsa, bolani qiynab qo'ygan gap. Ang azoblar her bolani qiynab qo'ygan gap, bola qilmagan cho'ng yetilib qolgan gap. O'zi albatta qiynaladi albatta. O'zira qiynalsa bolani yaxshi boqamaydigan gap. Shunga cho'qqim shu ma'naviy jihatdan, jismoniy jihatdan, iqtisod jihatdan butunlay tayyorlik bitganda, uy tutib ota-ona bo'lsam bo'ladi-ku degan shartga to'shqanda, ashta ishonch bo'lganchada, onanikin to'y qilish kerak, onanikin bolalish kerak. Bo'lmasa, amg'a yaxshi. O'zini emas, o'sha bichara bolani qiynab qo'ygan gap. Dunyoga aka qo'yib boqamay. Kechiringlar, bak so'zlatgan bo'lsam. Bo'ldi, o'tib ketaylik bundan. Undan men yana bir bazmonga, bizlar shu Amerikadagi chom chiqqan yoqqa birinchi kundan boshlab shu qonunsiz ko'chmalarni qo'llab chiqaradi, izlab yurib. Hozirgacha 100 mingdan chiqadimi ketdan. Lekin 20 million kirib bo'ldi. O'sha qancha izlab 4 yil. Kechiringlar, Xudo o'ziga madad. Shu chomning qonunsiz ko'chmalarni chiqarishga qarta qarshi turayotgan shu solchilar, qurultaydagi solchi, demokratlar shu ladin shu Chak Shumir bilan yana birisini ismini unutib qoldim. Shu ikkisi chom qarta chomni sotib tatmoqchiga. Qonunsizlarni chiqarishga qarshi turib sotmoqchiga. Mushundaq odamning qolishmaydigan qataqatqa ishlar nada yuz berdi, shu Amerikada yuz berdi. Qurultayli ishlaydi valla. Qurultay deganlar shu Amerikaning qurultayida eng yuqori bir xizmat o'rnimi? Siyosiy jihatdan shu davlat qurilishidagi eng yo'g'on xizmat o'rniga ishlayman. O'sha yerda ishlaydiganlar shu Amerika qonunini ko'zilmaganda. Amerika qonunida shuni yaxshi uqmamdi yoki dal endi men mudda qo'ydim, endi amaliyot ular fuqdi. Ular shu nimani qildi? Shu o'zinligi tashlaganligi bilet sonidan kemib ketishdan oldin olish uchun lam qildi-da. Onun için ularni chiqaratgisi yo'q, chunki keyingi 4 yil bor emas meni. Men 20 million chiqarib olamay qolsa 4 yilgacha cho'm shu prezidentlikdan. Keyingi ma'voligi bilet tashlasa ma'la asqat emas meni. Ashlarning naiti be onun için ma'voligi cho'mni osh siyosatiga yana bir siyosat bor asma demoqchi o'g'lim. Saylam siyosatini cho'm texnologik kasb qilmoqda, chunki albatta bir davlatda saylan bo'lsa, cho'qim davlatning puhrasi salom bilatlashadi. Hargizmi puhrasi bo'lmagan ko'chmanlar yoki qonunsiz ko'chmanlar bilat tashlamaydi, ham tashlamaslik kerak. Aniqla bu to'g'ri ish. Shu bu 4 yil jarayonida shu Baydenning nimasi jarayonida prezident qajaranda baqalam qanqat emas, ham nurg'un shu qonunsiz biletlar bo'lib ketdi, to'shab ketdi. Endi ba'zilarning qiyosida shu oldingi 4 yilda shu chopni uftirib qo'yishga sababmi shu biletlarning bo'lishi deb dedi. Uqmayman, cheklatdim, men uqmayman. Asha deb aykaslabaka boshlaydi men emas. Shunga ashla deydi, shunga maqtim
Muşda Trumpның mushu jadki siyosatni chin qilishiga sabab shu cho'qqim agar birlashmoqchi bo'lsa Amerikada cho'qqim o'zining kimligini isbotlab turib anonligini tashlash kerak deb ashundan qarta mushu Trumpni sudga tatmoqchi ekan. To'ba. Şu an mening o'ylaganimda mening yozib qo'yganim mushu mazmuni bahrildim, mening ko'z qarashim yozib qo'yib bahrildim. Men dedim, ular qaynsiz ko'chmanlarni shunchalik yaxshi ko'rdiki, hatto amerikaliklardanmi, qonunli ko'chmanlardanmi bakrak yaxshi ko'rdiga deb yozib qo'ydim. To'g'ri shu. Nima yaxshi ko'rdi? Hozir biroq taklif qo'ydim. O'zim manfaat uchun, mishta ishlamchilar uchun, bika ishlamchilar, azan ishlamchilar uchun, uningki shu bikada kelgan biletlar uchun, ashlar uchun o'zing chiqib o'zing o'rni saqlab qilish. Ana bularning bala kirganki bular cho'qim mushtarab so'zlarga bilet tashlaydi albatta. Degandek ishlarni. Shunga mashina yozib qo'ydim hamda channellar uchun. Bundan keyin yana bir qisqarlik bilan o'taylik hamda miyada Elon Muskning bir nimasi bor ekan. Kichik bir ziyorat bor ekan, qisqarlik ekan tushundim. Ham nacha iftixor yaqinmaga munosabatli. Mana bizlar Elon Muskning shirkatida shu bir hamjins odam Elon Muskning oldiga kelibdi-da, kaplam. "Voy Elon odam, siz agar meni hurmatlab, meni shu men talab qilgan shu jinsim jihatda, jins jihatda meni chaqamsangiz, men ishdan ishdan ketma." deb boshida degan gap bor. Shular bu Elon Musk da turdi. Ha bu sen nima deb ataymasni jinsin nima deb desa, meni they them deb ataysa deb ular deb ataysa deb, chunki bu odam ham o'zini ham er ham ayol deb qaraydi, ishga qo'shishlar qilib. Shular ama Elon da turdi. Unda bo'lsa sizlar ishdan bo'shdinglar sen demay sizlar hammasini nima arjinsan ayolsiz qo'shib sizlar degani qo'shiblam. Ana talabga asosan uni sizlar deb chaqadi. Ham sizlar ishdan bo'shdinglar deb ani bu ishdan bo'shlagan gap. Shon kulgim kelib mana chiqarib qo'ydim. Demsin to'g'ri ba qizqarliq. Shu odamning unda chimishki bunda qazon qildi demoqchi-da. Ham qildim to'g'ri hamda. To'g'ri. Bunun qatta qaysi bir nima esim kelib qoldi, bir narsani qisqarliq umum. Nim qo'ydim, qaysi bir odam bir mayka Amazonda maykalarni nim qildi ekanda, maykaga bunday xat yozib chiqarib bo'ldi-ku, har xil xalqan so'z jumlalarni besib chiqarib mayka qilib bo'ldi-ku. Ashunda Amazonda ashda bir odam nim qilibdi. Endi chaqchaq aralash qildi deb o'yladim. U odam shu maykaning oldiga o'zining so'zini debdi. Dunyoda ishkidan ortiq jinslar bor debchi. Nacha ishtihor iqimini qo'llaydigandek gaplarni qilib, ashna qilibdi. Undan keyin ashani birni qilib, shu gapiga Amazon qarshi demak cho'g'im ashini maykani talab olgan, gapsini talab mayka qo'yib olgandan keyin zakaz qilganchada chiqdi ekanda, yerdan ayolchimi archada. Demak cho'g'im Amazon ash gapiga qarta dunyoda ishkidan ortiq jins bor deb degan gapga qarta Amazon ishkili jinsini chiqarib qaysini tanlaysa demisam to'g'ri. Men ay. Nachir ishtihor qilmay xato. Har qanday narsa xato. To'g'ri. Onunki baş mazmun o'taylik. Qisqa sas qilay. Xalqimiz anlab erib ketmanglar. Miyada bir odamda narsa ezib yo'lga qo'yibdi. Men to'g'ri deb qaradim, shuni yo'ldim. You can wax the entire planet but you can't feed the starving deb chiqarib qo'yibdi. Maga pek to'g'ri. Nim deb magapdan mansi sen butun yer sharni vaksin bilan versharga vaksin uralaydi ekansan. Yo'q. Ammo ashqalarni baqamaydi ekansan deb yozibdi. To'g'ri. Mashta vaksin urganga, vaksin shu kan kunlarning ubuqlarga mablag'lar ketdi-ku, zo'lab turib izlab yurib qildi, shu har xil sabablar bilan qoldi, o'sha mehnatlarning virusini bana qilib turib qildi, har xil ahmas kasal u bularni qilib turoldi. Sabablarga inoqsiz biz mangu bilanmaydigan rost taqsid o'tmidi rost bexatirman emasmi ufqulmaydigan ashta vaksinlarni orqali uningga shu pul ishlatib turib hammaga urg'izish hammaga tashviq qilish ashta hammasi pul ketadi ashta qilib butun shu
yer sharg'anni uniki shu odamlar unmay qolsa man degandek oldingi videoda go'shpashlarga shu tuproqqa hatta ko'ktat u bu narsalar chechib go'shpashlarga uribmish davaksin degan ashta qilib yurib bo'lsinmi ashlarning hammasi ketadi tasmay ashta qilib bo'lsinmi butunliqi yer sharini yer shariga vaksin uroladi ekansa ammo ashqagalarni nim qilmay shunchalar ketgan shu bigina asqatmayman mablag'ga shu mablag'ni ishlatib ashqagalarni bir baqsuchu azroq bir vaqtda maqbasmi odamlarning inson deganning shu niyati durust bo'lsa yuragi yaxshi to'g'ri edi bo'lmasa apat şu an manga o'zimni ko'z qarashiz qo'ydim justice will serve its course bu degan gap shu adolat hamon yo'qlandi deb his qo'ydim hamon yo'qlandi unga o'tib kelib bu mazmundan keyin uniki yana birsi miyada bir odam bir xat qilib chiqarib qo'yibdi men qo'shilmay shuni yo'llab qo'ydim. What's funny to me is you're mad at the guy who found fraud, but not at the people that waste your money. Mana degani shu. Sen Elon Musk bilan Trumpni nimashda? Sen shu Elon yoki Trumpga Elonga asosliq Elon shular chiriklarni topib chiqdimi? Sen shu chiriklarni tepib chiqqan odamga o'shilib yurisa, ammo shu chiriklik qilib sizning shu bosh pulingni o'g'irlab sizning bosh pulingni shu hashlayotgan, yonchiqi soatgan mushta odamlarga xafa bo'lmay. To'g'ri gap bu ba'zi so'zlar hamda demokratlarmishlar odamlar o'zini qo'qab turib ashlar pul to'lab bo'lsinmi so'zlarni qaymoq turib teximiz jo'q so'zlarni nim qilib o'ziga ergashtirib mushtalar qilib berdi. Demak, shu so'zlar e'longa xaplab o'tirdi. Nimasi xaplaydi? Chiriklikni oshkorlab bergan odamga xaplab, shu chiriklik qilgan odamga xapmay. Qalmashmagan. Men to'g'ri deb his qo'ydim unga. Unga ma gap jumla bak mukammal ekancha uni gapni kerak qilgan odam tushundim. Unga miyada ma'lumot tomoshabinchi haqida bekliq g'ulg'ulab ketdi mana tomoshabinchining hozir kuchini ko'rishga boshlab hozir 50 qaysi birlik tunugunlik 50 danmi 40 deb ko'rgandim davlatlar shu qo'q ketib Amerikaning tomojini qaytarma zarbasidan shu hozir Amerikalarda suhbat shayliya anamda qilay deb suhbat kuchotuvchilik nim qotida jum maslashib suhbat nim qilaylik deb nim qotibdi bugun qarsam 70 bo'pti 70 davlatlar nim bilan Amerikaga my president aloqasi va unda qilganimda yaxshi fransuzlar mush tomoshabin haqida tomosha beji haqida suhbatlashmoqchi ekan. Bu kuchni ko'rsatdi. Shu unga shu Trump bo'g'ni yaxshi deb hisobladim. Unga miyada Pfizer'da bilqi nimbog'i deyman mishalqi tibbiy klinik bir tadqiqot organimiki shu ashunda bir organning bo'g'iniga qurilganiga 175 yil bo'libdi. Birisi mishay chiqibdi binani chiqarib ustiga bir juni chiqibdi qarsam qisqarliq ham achchiq ham qisqarliq shuni yo'llab qo'ydim. Onun indetutsa mushuliqi tibbiyliqi tadqiqot organining qurilganiga 175 bo'g'iniga qizni tarbiylaymiz. Hamda hech qanday bir kasallikni rakni saqliqi tartikus saqaytamaganligini tabriklaymiz deb yozibdi. Shu magamdan jinoga keldim, shuni yo'llab qo'ydim. Demismi? Onke birisi mishning tatanlamiyat birisi shuna payzi bir narsa chiqibdi. Cure the disease and the money stops deb chiqibdi. Raklarni kasalliklarni saqaytsa pul to'xtaydi ularga deb chiqibdi. Magabim to'g'ri. Ishplaslar shu pul to'xtab qolmasin deb shunchalik tiqilib kesmo nechilik Yansam shu zerib ketganlar uchun necha avlodgacha tiqilib ketgidek yetib olsa yetgidek mol-mulk dunyo tepkasimi to'ymaydigan shu qapasiranglar yana shu pulda hargiz nim qilmaydi. Amaliyotda bu tibbiy sohasidagi bu texnikalarda qilib bo'ldi, nurg'un raklarni saqat qilib bo'ldi amaliyotda hatto talto'kis yo'qotkilim bo'ldiganlik ishlamayman.
Bunday qilmaydi. Chunki ular qilsa pul to'xtab qoladi ular. Mening bu birimlarga deydiganim, hey, razillar. Yarşarni aylanıverdi. Kesaklar chiqaverdi. Yan kesaklar chiqavergandan keyin odamlar yorlanaverdi, kasal bo'laverdi. Uningki bu kasalliklar emas, odamlar har xil voqealar bo'lib turdi, yorilib turdi. Hargizmi pul kam bo'lmaydi, sana bunda ortiqcha mishda kasalliklar qilib yoki qasddan saqatmay insoniyatni unchik qirib ketsangmi, bo'laverdi. Sen pul tepaversan, unchik Gapim chanallash qilib. Adalat aman yaxlandash qilib. Buni o'tab ketdi. Yana bir deydiganim, jamiyatlak bo'ldimi? Men ish soz qilay. Yana bir mazmun menda bir ayol o'zim video tortib, unga bir jumlaga habis qo'yibdi, qisqa jonliq. Uningda I'm not perfect, but at least I am not Democrat deb yoz qo'yibdi. Buni indigina shu men mukammal emas, ammo hech bo'lmagancha men solchi emas deb yoz qo'yibdi. Shu kulgunga chiqarib qo'ydim. Men gapim shundan mukammal, oddiy, aniq tushunish gap, ortiq gap ko'zimga ketmaydi. Men chiqarib qo'ydim. Hargiz solchilab ketmay xalqimiz Amerikadagilar. Zehnimiz o'tkir olsin. Allah. Onunki ma'u tamojinbeji, onunki ma Xitoyning nimlar qarta mazmunlarni yana o'xshamagan mazmundagi, ammo mayda o'xshash emishlar mazmun yana bir qurollar baklab qo'ygan. Yanisi men shu Amerika burun shu Xitoy qatorlar qilib bo'lmoqda-ku. Men Xitoylar shu davlatlarga iqtisod, zavod korxonalarni egallab olib xizmatlarni oqsaytib qo'yib mening vayron bo'lishini keltirib chiqarishdan burun Amerika o'zining shu esil mashina yasash texnikasi, qurol yarog' texnikasi, mumkin shu ig'ir sanoat, yenik sanoat, dehqonchilik, chorvachilik mushta ishlar jihatda ilqimdaymiz. Powerhouse dedi mushtalaqi powerhouse unda bo'lsa bo'ldi. Ishtil tarjim qilamaydi. Ishtikli qilayak, to'xtab turinglar. Powerhouse ni uyg'urcha deymizki. Google'da powerhouse yana tarjim qilmabdi. Uning ham deymasini ko'rla. Powerhouse degan Google'ning o'zini ajoyibligi detalni eslab baqaylar. Powerhouse English. Tarjim qilibdi. Buningki dictionary qarab baqaylar, shuni orqali tushundir. A person or thing or great energy, strength and power. Powerhouse degani odam yoki narsaning mening deganimda o'rin yoki davlatning demakchida. Qudratlik energiya, kuch va kuch. Ma'nodagi strength degani jismoniy kuch va power yana birsi davlat kuchi. O'rtaq kuch, davlat kuchi yoki elektron kuch degan kuchlar ishqibor kuchdan o'shigan energiyalik yo'g'on. Mishta bo'lgan, nimasi bo'lgan, zo'r energiyasi bo'lgan, zo'r kuchi bo'lgan, jismoniy jihatdagi, davlat jihatdagi, iqtisodiy har xil jihatdagi kuchi bo'lgan odam yoki narsalarga qaratilgan narsalarni powerhouse deb ataydi ekan. Ya'ni kuchtengur deb asoq bo'ldi ekan. Unda bo'lsa powerhouse-ni mushu kuchtengur davlat deb olaymiz Amerika mushu powerhouse degani. Ammo Google tarjimachilar yoki xalqimiz shularga deb qo'ysa, bildiganlar mushu powerhouse degan tarjimasini kuchtengur deb kirgizib qo'yaylik. Ishlataylik shuni. Aşaga şu men deb qo'ydim shu Amerika shu menat Xitoylar yoki va boshqa davlatlar kirib shu Amerikaning iqtisodini va shu zavod korxonalarni egallab butun shu mahsulotlarni shu Amerikaga to'shqisi uchun burun Amerika o'zi shu ilg'or sanoat, yenik sanoat, ig'ir sanoat va energiya va shu korxonachilar, dehqonchilik, chorvachilik hammasi shundaq qurishlarda shunchalik kuchlik bo'lgan kuchtengur bir davlatdi. deb yuz qo'ydim deb davlatda amdi yana shu kuchtengur davlat bo'lsa qaytadigan bo'ldi Trump olib shunday yuz qo'ydim. To'g'ri?
Mushu to'pi besib ketgan, taqilib ketgan zavodlar bor. Yangi ochsa bo'ladi, Amerikan yerimi ekan. Endi ba'zilar deydi, Xitoyning mollarini yo'qotasan, nim qo'ysan, ulardan munosabat tuzasan. Nasl kirdi Amerikan qanchalik zavod korxonalar bor, qanchalik qilalaydi, qanchalik baqalaydi degan qapoqsirang Amerikanlar dudlar. Dudlar bilmaydi o'zing burundan. Shunga tasodifiy mushu davlatlar mushta Amerikadagi mushta davlatni mush masalan men Xitoy mush Amerikadagi davlatni kontrol qilib tasodifiy mushu butun ta'minlashni to'xtatsa nima qildi, nima bo'lgan gap. Bu degan aniqli kontrol boshqarish aniqla Amerika aqsab qolgan gap. Mallarimiz sakratgan xalq ta'minlatgan ishlar shunga mushta ishning oldini olish uchun Amerika azalda o'z burunqiga o'xshash kuchtungur davlat bo'lganga o'xshash qaytadan shu kuchtungur davlatga qaytib davlat bo'lishga qaytib o'zini ta'minlashni boshlash kerak. Hozirni tatbiqlam. Chon mushni qotidi. Tamojin bicha orqali mushni qotidi. Faqatlar shu boshqa davlatlarning shu Amerikani to'xtamay shu bulantalan qilishdan saqlanish uchun hamda men degandek mushtaqlik tasodifiy shu butun manba chet eldan kelgan butun shu manba u narsalar to'xtab qolsa Amerikaga oldi narsani shu o'zini chuqur ta'minlashda boshlash kerak. Mustaqil bo'lish, energiya mustaqil bo'lish, mushta iqtisod mustaqil bo'lish, nurg'un jihatlarda mustaqil bo'lib, burunqi shu kuchtungur davlatga qaytish kerak deb yuz qo'ydim men. To'g'ri ashta bo'lish kerak. Bo'lmay qolsa Xudoyim saqlab chon bo'ldim, oldingi 4 yil davomli bo'layotgan bo'lsa, Bayden rasmiy davlatni tugashtirsa, hammamiz tugishidan gap. Shunga ashta deb qo'ydim. Uni o'tab ketdilar miyada. Yana bir odam baka, bir miyada bir solchadan baka, aniqla solchilarning mushta xizmatlarga cho'ng yig'inlarda bir degan gapi bor ekan, shuni birsi kesib oldim, nima qilib qo'ydim. Mushu Al Green damdo mushta odamningki cho'ng bo'lgan xiris deb yuz qo'yibdi. Kechirlar. Uni debdi, u nutqini debdi desa bu odam mana dedi. President Trump sen men sana kelman, sana hujum qilib kelman. Mushu 4 yilgacha 4 yilim to'shmay turiblam seni taxtdan tushirdimas, andamda sargiz 4 yil nim qilmaysa deb ochiq oshkora aytgan gap ekan shunga. Unga pasdash chaqchaqatganligi solchilamada. Shun qarta men ashuni takrorlab unga bunda gap qo'ydim. Why don't you tell them why first? If they're facts. Can you? Kechon. Meni ma deganim boshda sen nimish qishunda qilganligingni boshda bir desang bo'lamdi, o'tlagan qurchayotganlarga yoki butun kameraga dunyoga ashi diyelamsa desang bo'lmamdi deb mumkin. Diyelamsa ya deb yuz qo'ydim. Elqisining paktlaringlar nimishqa Trumpni taxtdan tushirmoqchi bo'lsa, ash paktlaringlar bosh diyelamsa demoqchiman-da. Diyelamsa emas deb yuz qo'ydim. Demsim to'g'ri demaydi hech qaysi. Raskab qanchada bular birsi diyamaski sabab sol so'rab ashu oldikani qilib tegilib tursa butun juluqi chiqib ketadi bular. Shunga hech kim demay ashu solchilarning Trumpni tillab qamashmagan ashu haqoratlab ashu o'zini ashu his tuyg'ulari bilan solchilarni qaymoqtirib o'zini his tuyg'ulari bilan davlatda boshqarib ketadi. Onun keyin buni o'tab ketdilar. Miyada ham bir muhim mazmun ekan. Miyada bir nima chiqarib qo'yibdi. Xarita, Amerikaning xaritasi buningda qizrang shu o'ngchilar qartilgan, Republikan Jumhuriyatiga qartilgan va ko'krang shu solchilarga, demokratlarga qartilgan. Shu ikki rangni chiqarib qo'yib, shu bunda debdi. 97% mushammalqi xaritaga bunda o'zining gaplarini qo'shib debdi. 97% qurol yaroq egalari odatda demokratlarga. Ammo 97% shu qurol yaroq zo'ravonligi solchilardan chiqdi. Solchilarga. Statistikada bu. Onunki boshqalarning dabaz gaplari bor, shu solchilarni qotgan namoyishlar qarab, bulantalan qalab, cho'ng qilganligi, ochiq oshkora xiris
təhdidlərə əsasən, onki Tesla qanun nəsrə əsasən, onunki bulanılıqı namoyishlarda o'yinchilar bilan bo'layotgan so'qashtalash, jangi jidal urushlar ishlarga əsasən, onunki butunluq jinoyatlarni əsasən, o'yinchilarla jinoyatchi o'yinchilarni bilish, so'rash orqali ularni shu qaysi taraf turganligiga asosan qilgan statistika shunga asosan ba'zan degan gap bor shuning model shudika solchilar amerikadagi solchilar haqiqatan zo'ravon qo'pol man degandek laquluqqa kimdir unda qilib kelmaydigan 90% zamjiniz u bular simiz Mungkin men simizde meni zavq qildim ma simizlik miyadagi da'vatgan nimalar simizlik men simiz samragatimman lekin unda emas ham undajik bo'lmayman cho'g'im chiniqib o'riqlayman chunki men ularning salomat qarta bu nachar degan ahvol asosida da'vatman simizlikni chunki u haqiqatan xatarlik uni cheksimizlar haddidan ziyoda unda nima bo'lib ketish degan dahshat xatarlik Şuna demek aşağı diyen gibi geldi. Demek oğlum şu şu Amerika'da Koral yaraqni cheklaymiz deb ko'krab botqanlarning ko'pincha solsalar. Lekin shu Koral bilan shu zo'ravonliklar jinoyat o'tkazilganmi 97% misollarga shu mushlarni cheklay. Manda bir gap esimga qoldi depadimi burunqi videolarda biraliqi depadimi demak qoraylar to'g'risida bir ayol bilan paranglish Amerikadaga yoqladi mana shu qoraylarni cheksiz o'pdika u baxatarlik narsa u hammadan bo'lsa mayli soqchilarni boshlab bo'lmasa bo'lamiki deb da'vat qilgan vaqtlarimda shu vaqtligina vaqtlarimda shu ayol degandi voy unda deganing bilan ma u qoraylar deganni mayli yaxshidan bo'lsa yaxshi o'zi qo'g'dab atrofini to'g'lab bitta tunmaydigan tushlarni qo'g'dab nim qilish bo'ladi lekin qurollarni bilsa har qanday odam topoladi askadan tepib qolsa aska bo'ladi o'chada askadan tepib qurol ishlatib bersa yaxshidan qurol olmay qolsa yaxshi bilan qanday qilib o'zini qo'llaydi atrofini qo'llaydi to'g'ri gap chunki qurolni askadan bo'lsin yaxshidan bo'lsin hammasi topolaydi deganda bir yerlarni bir shiqlaq to'g'ri bo'lsin xato bo'lsin endi yoshlar to'g'ri topadi qonunliq oladi qonunliq yerlarni topadi askarlar qonunsiz yerlarni topadi niyatdir askarlar ishlarni qiladi shunga bu askarlar qurol topal yoshlar qurol topalaydi askarlar qurol topalayada masalan cheklasmi askarlar yana topadi qonunsiz yerlardan cheklamaydi qonun cheklamagan qonunsiz yerlardan bo'lib chiqqanlar topadi agar shu qonun qurollarni biroq cheklasa Amerikada yaxshidan topamaydi chunki qonunsiz ish qilmagan ekan qonun askardan qonunsiz yerlardan topalaydi uchada bir ish bo'lib qolsa soqchi gap bo'g'ija yaxshi odamlar o'zini qo'llayolmaydi oilalarni qo'llayolmaydi atrofdagilarni qo'llayolmaydi shunga shu undan keyin tushundim men nimashqa Amerikada shu o'zinligi noqul shu masalan mushta ikkinchi o'zini qo'llash huquqi ega bo'lish ikkinchi nizomi bo'lish sababmi shu hukumat bak chirishi bak nima qilib kelsa xalqni bostirib kelsa xalqlarning qurol saqlash huquqi bo'lgan ekan shu qurolga qarshi turish uchun chirklashga hukumatga shunga Amerikada qurol ilib yurish qurol saqlash Amerikaliklar nisbatan qonunli holda nima qilish huquqi bor shunga tushundim men uni shu men qo'llaydan bo'ldim chunki haqiqatan yaxshi odamlar askar odamlardan farqlashadi Hamda hammasini cheklasa, o'chada yaxshi odamlarga hech nima qilmaydi. Askarlar nada mos topalaydi undaq. Hamda meni deb demoqchi o'g'lim, hamda men tinchlik turma, adolatni yoqlayman, tinchlik yoqlayman. Unki bu qonunliq, bexatarlik birinchi, bexatarlik yoqlayman. Shunga xalqimiz deb qo'yay, har qanday xizmatlarga, har qanday talashlarga men mas'ul emas, ammo o'zinglarni qo'llashinglarni men tavsiya qilmayman. Masalan, harakatlar mas'ul emas, shunchaqam deyishim kerak. Shu yana bir ta'kidlab qo'yay, zerikib ketganlarmi? Shu Amerikadagi Uyg'urlar qonunliq bo'lib qolgan bo'lsanglar, ap qo'yinglar, ammo qonunliq ap qo'yinglar, qonunliq. Herkes qonun bilan chaqmayli, qonunsizlik bo'lmasa shart toshqandan keyin yaxshi o'rganib qanday ishlashni undan keyin o'ylashinglar bu. Bo'lmaqasa herkes qurollar bilan chaqmanglar, herkes nima qilmanglar. Hamda unda undan bo'lishdan burun yoki ne xalmaydiganlar lekin yana o'zi qo'dash ehtiyojda hammada. Men degandek o'shalarga ochiqligi
qızılmış çaşqıcı var o. Suyuqlıqı, pepper spray denen. Aşı hayvanlarga buldu, adamlarga buldu. Aşını çeşsanlarlık közü ağrıp açamay. Onkesler bizden qıçıp ketişlik pırs buldu. Aştani ya komisarlık elektrolik toqmaq. Her xil şekilleri var. Çoğun küçük hazır apçıl küçük qalamdaklar var buldu. Qo'li kirgizib oldim. Haqlan tatib bilish. Asanmaydan qo'li kirgizib oldim buldu. Aşalarını ilanlar. Aşlar pichaq yerlandirib nima qo'ydi, qurollar qonunga taqishdi, shu ular chaqchaqmaganchada ma'vosh elektronik to'qmoq bilan shu qizilmuch suyuqliqi shu eng muvofiqga. Shuni olib qo'ysanglar, balaringlar sal cho'ng bo'lganchada balaringlarga nima qo'ysanglar, o'zinglarni qo'llash uchun muvofiq. Faqat tavsiya, ammo men hech qanday harakatlarga mas'ul emas. Bo'ldi buni deb ketdi. Onun için yeni bir yaxşı mazmun çıkıp kaldı. Şunu məmu birli cümle söz, amma mənsi yaxşı olğan, mükemmel bolğan. Mesela ləni bəklab qoydum, özümün gipini qoşdum. Miyadan dep tursa, why does America have airport security if we don't have a border security? Nayt doğru gap məmu. Dep tursa, nimiş Amerikanın aerodromda bexatarlik sistemleri, bexatarlik nimeleri buldu, işleri buldu, hizmetleri buldu. Ama nimiş ma çigradım yok depçe. Ya keçiringlar, manın da dedim. Agar nimishqa chegarada mesela bexatarlik sistemi, qatorliq bexatarlik ishlari bo'lmasa, nimishqa aerodrom qo'ydi demoqchi. Demasam to'g'ri. Aerodromda har xil bexatarlik uskunalari bor, xizmatlari bor, kirishlik uskunalari bor, kameralar bor, tekshirishlar bor, butun narsalar bor da aeroportda, aerodromda. Ammo o'shani hech qaysi chegarada yo'q. Şu mən bu yüz qoydum, bunu mənim göz qarşım yüz qoydum. Məşə bugünkü gündəki ən əsl sual bopdu. Qani bunu biraz solça cavab verən deyə yüz qoydum. Qarab baxayım. Hazırғы miyədə birisi, bir adam gəp qaldırıb qoydu, bunu solça cavab verəmədi. Bunun da adi sualğa solça cavab verəməyərək deyə yüz qoydu. Onundan başqa heç qanday solçanın gəpi yox. Çünki haqiqatan cavab verəməydi. Onu degan bir şikin deb axırlaşdıramı. Miyerga yana bir muhim mazmun bor ekan, mana qaranglar, nima deydi desanglar? Inglizcha. When this is over, America should open all of its old factories and get off the made in China wagon. Ma gapni tarjimasi qachonliq oxirlashdi, nima oxirlashdi? Amerika o'zidagi manbai degan gapning davomiga o'zida bor bo'lgan shu zavod korxonalarni ichib Məndə xəttət işlənən arvalarını yoxtutudu deyə gəpkə. Qaçan yoxtub. Amerikada məndə xəttət işlənən arvalarını çörüb yoxtub taşlab. Qaçan şu Amerika özünün nimo zavod karxalarını açıdı deyə gəpkə. Dəb sual yüz qoyğan gə. Şu mən bunu nim qoydum, mən onu göz qarşımda qoydum. Saqlab bulamayotimiz qachon shu nurg'un biz shu Amerikada ishlangan deganga ehtiyojlar mehnat Xitoyda ishlangan deganga ehtiyojlar emas deb qo'ydim. Gapim gapim qo'shilsa mencha. Onun keyin miyada yana bir salomatga qatta bir mazmun bor. Study says eliminating processed food from children diets reduces the ADHD symptoms by 53%. Tipi sahəsindəki bir statistikini çıxırıb qoyubdu. Bunun dinlədə sanlar şu pişiqlab işlənən yeməklərini balalara berişini azlatsanlar, balalar müştaq pişiqlab işlənən tamaqlarını azlatsa, balalardakı şu ADHD symptomslıqı mənim cimdə balam var, boğanlıqı nima az sözləş, özündə ictimai əlaqədə özündə nim qilish, özünü o'rinlash, özünü nim qilish, so'lalash degandek az so'zlash yoki tili keyin chiqish degandek mushtaqliq nimlarga mushta bir xilliqi ahvollarni 53% tang tushirib bo'ldi ekan bolalarga mushtaq ahvollarni. Məmə qoşulma bununla çünki burun bizim yegan uxma vaqtlarda marketlardan shu bir muncha balalarning tamaqlarini alğan məmə tayyor tamaqlarni meva uyutmasini alğan. Məməlaqı label oxumaydigan maqsaddan tag. Label degan gapmi Google'da chiqma Uyg'urcha yo'q ekan, shuni qilsaq bo'ldi ekan.
taglik deb olsak bo'larmiki? O'sha mahsulotlarning shu taglikni o'qimaydigan vaqtlarimda işte bir muncha yezgan jinim bolam bu vaqtlarda shu men bek pishama qilma keyinlik o'sha işte balam işte akval ko'ringandikini uyg'unib o'qib ko'rib işte tekshirib qilsam degan har bir maqsad olsam shu marketlarni o'qiyman. Har bir maqsadni o'qisam hammasi shikaba. Hammasi har xil eski maylar bor, yog'an maylar bor, ziyon qilgan maylar bor. Mumkin Xudoyim bildi, biz hech kim uqmaydigan shu o'z razilliklardan o'zidan boshqa, mumkin Xudoyimdan boshqa hech kim uqmaydigan mahsulotning tarkiblari bor. Mushlarmi, mush bolalarga kichik gap qilish, Amerikada mushta ishib ketgan, yuqori paliga yetgan. Burun bir balbalga 10 ming ishida, hozir shu har bir balbalga 37 balning ishida bir bola shu kichik gap qildi, tili kichik chiqildi. Shu yuvash shumshaq gap qilmaydi, aralashmaydi o'zimdan yushundan suluv olgan ashta ahvollar bo'ldi-ku. Shuni ashta qilib tushirib bo'ldi-ku. Demakchi mushu gap mushlarni o'rganimda men mushu o'ylasam to'g'rida reallik tushidi. Mushu mahsulotlarni tashlasam 90% hammasi shiga bor, hammasi ashta mandina naslar bor. Vaksinaning jiqlarini uqmaymiz. Burun bir shiktal vaksin kasalga rakka qarshi u bu narsaga kerakkan to'q. Hozir 12, 13, 14 bu vaqtning shu arabdan tatib urdan vaksinalarning jiqligida mushta ahvola keltirib chiqardi. Qiynaldig'ini eng kichik bolalarimiz, narsada bolalarimiz ular biz ota-onalar bo'g'ichi yurak ishimizni izlab Maaşış müşte mektep qatarlıq vaqtlarda şu nim qımla. Amal sıqıp müştaq. Onki mekteplan başvuratqan aqdım hükümet ba muş iş plaslarını muş razillarını çemberçes işlərdə razillikləri bada muş mekteplanma şu zo'lab qo'ydirib mektepga berish uchun mektep şu bütün şu vaksin qo'ygan balani oldi bo'lmasa olmaydi da. Şıqıb adalet yaxlandı aşındaq bir şeyinğen. Hazır əmdi tügdi, əmdi vaksindan bolsa kütdanını qasqal deyman. Yakum saylıqındək amalının şu qaysı bir ayaldan uyğunagan, doktor ayaldan uyğunagan bəzi doktor tibilarına vecdanı bala da yollab qoydu. Vecdanı balanı çəklaydı. Benim çəkletmisin, gəpini to'g'riqlay. Aşı bəzi meni Facebook vaqtdan öğretdi. 3 saat bo'lmagandu. 3 saat ketmagandi. 3 saatdan ortiq nim qilmaysa deb ishtiklamini cheklayapti. Men bugun cheklamay topdi deb iz qo'yib nim qildim. Qarasam 3 saat bo'lmagandi. Bo'ldi, men mushuncha to'xtay. Ma gapni ahil ishtikla uzutay. Ma boshqa ishlarga bo'ysunmasam meni bir xil cheklamsin. Demak, o'g'lim agar shu vaksin hamda vaksin urg'izmoqchi bo'lganlar doktorxonalardan so'ranglar. Mushkatlarni chekiltami? Ma qog'ozingizda mush vaksin nim tarkiblar bor, mush tarkiblar bolalarga ta'sir yomon ta'sirlarni qilmaydi deb xat yozib, ismini yozib, imzo qo'ysa, unga vaksin urg'izma desanglar, doktorlar sizlarni zo'rmas mumkin. Mushda birga. Buldamsa xudo amonat, meni to'xtatib qo'yib, bunda bir tashrifday meni bir nim qotmasin. Men hozir ishtikli bir chekildi. Shu Alloh amonat.